Oddiygina chesnokli suv antibiotik o'rnini bosa olishini bilarmidingiz? Homiladorlar, emizikli qizlarimiz yoki kichkina bolasi bor insonlar ozgina shamollab qolsa ham kuchayib ketmasin deb sraz antibiotik terapiyani boshlab yuborishadi. Qon tahlillari siz uni bilmaysiz, hattoki bu virusli infeksiyami, bakterial infeksiyami bilmagan holda bolani holatini yanada og'irlashtirishingiz mumkin. Bilasiz, antibiotiklarning juda ham ko'p salbiy ta'sirlari bor, ayniqsa tekshirmasdan berilganda. Yengil shamollash boshlangan paytda srazu chesnok bilan davolanishni boshlang. Sababi chesnok nima qilib beradi? Agar siz chesnok bilan davolanishni boshlasangiz, birinchidan qoningiz suyuladi, chunki shamollash paytida albatta qon quyuqlashishni boshlaydi. Ikkinchisi, bu ham antibakterial, ham protivirusli ta'sir ko'rsatadi va bu sizni holatingiz tezroq yaxshilaydi. Bundan tashqari, chesnokni bilasiz, gijjalarga qarshi ta'sirlari bor. Qanaqa qilib ichamiz? Demak, chesnokni bitta zubchigini olamiz, tozalagandan keyin kesamiz, tabletkalarga o'xshab 3-4 ta zubchik olishingiz ham mumkin. Suvni qancha qilishimizga qarabda, bir marta qabul qilishingizga bitta chesnok zubchigi yetarli bo'ladi. Demak, bitta chesnok solamiz, ustiga qaynatib sovitilgan suvni solamiz va ustini yopib qo'yamiz. 2-3 soat tindirilgan suvni ovqatdan oldin och qoringa ichamiz. Agar oshqozoningizda muammo bo'lsa, bu mumkin emas, yallig'lanish bo'lmasligi kerak. Ana shuni isitilgan, ilitilgan holatda oddiy chesnokli suvni ovqatdan oldin 3-4 mahal qabul qiladigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi yordam beradi. Buni usulni men o'zimda, farzandlarimda ko'p sinaganman va biz deyarli 1 yildan beri antibiotik qabul qilmaymiz.